Hammaga salom. В общем, kimga kerak bo'lsa, Yandex приложение, 100 rubl, 200 rublli zakazlardan charchagan bo'lsalar, yozishinglar mumkin menga. Настройка qilib beraman. Yandex Pro приложенияларni faqat Express и доставка tarif keladigan qilib beraman. Bunaqa mayda-chuyda zakazlar kelmaydi вообще. Faqat долгая поездка Express tushadi faqat. 900 rubl, 800 rublli zakazlar tushadi faqat. Kimga kerak bo'lsa, yozamiz WhatsAppga. Ko'rishib, faqat Moskvadagilarga o'rnatib beraman. Shunaqa gaplar yozamiz. Через 300 метров поверните направо. Do'stlar, zakaz chiqdi. Bugun shanba kun, soat 15:25. Boraylikchi. Qanaqa zakaz ekan? Поверните направо. Коэффициент ko'rdinglar 300. Так, do'stlar. Забрал посылку. Босамыз. Проспект Мира. Рижская. Do'stlar, qaranglar. 591 rubl bo'pti. Endi buni qaranglar. 1000 rubl berdi. Keyin 200 rubl berdi. Endi buni qaranglar. Nima deysizlar? Вообще-mi? Bunaqa garajga olib keldik. Xullas, срочный dori kerak bo'lgan ekan. Olib kelib berdim sirazi. 1200 berdi. Mana shunaqa gaplar. Hozir zakazni yopamiz. 591 rubl bo'pti ожиданияsi bilan. Отлично, baho qo'yib yuboramiz. Keyingi zakazimizni kutaylikchi. Так, 146 rubl minus. Chunki наличие berdi. Так. Вообще четкий. Keyingisini kutamiz. Так, do'stlar, 300 rubl коэффициент. Принимать qilamiz. От двери до двери deyapti. Как приедете, позвоните по номеру deyapti. Рижская площадь. Так, qayerda ekan endi ish qilib. Нормальный joyda bo'lsin. Tak. Aha, нормальный joy ekan. Ketdi. Keyingi zakazimiz ikkinchisi. Boramiz. Tak, do'stlar. Mana zakazni atmen qo'yardim случайно. O'sha yerga borib, случайно atmen qo'yardim bilmasdan. Knopkaga bosib. Endi yo'q, men uni atmen qo'yardim mana. 1074 rublda atmen qo'yardim. Mana ko'rib turibsizlar, atmen turibdi, status zakaz. Tarif Express. Ko'ryapsizlar, 1074 rublli. Agar atmen qilmasdan borib olganimda, Yandex orqali bajarganimda где-то 400 ga yaqin qolardi. Undan menga 700 va 800 rubl qolardi. Endi bu yog'ini qaranglar. Atmen qilganimdan keyin gaplashdim nariga nima bilan. Sfera kartamga o'sha summani tashlab berasan, 1074 rublni. Keyin zakazni olib ketaman dedim. Endi buni qaranglar. Mana 1074 rubl. Bez komissiya, bez nichего tashlab berdi, 1074 rubl. Agar Yandex orqali bajarganimda komissiya olardi, o'zinglar bilasizlar. Mana shunaqa gaplar. Hozir ko'ramiz, soat nechida boshladim o'zi. Mana bitta zakaz. Ben soat 3:30da. 3:30da zakaz qilgan bo'lsam, hozir 17:30 turibdimi? 2 soat bo'lyapti orasida farq. 2 soatda
2200 bo'ldimi? 2200 bo'lsa, mana 500 ni benzinga olib tashlaymiz. 500 ni benzinga olib tashlasak, qaranglar. 200 minus 500 xullas 1700 rubl bo'libdi. 2 soatda endi buni bo'lamiz 850 dan to'g'ri kelgan bo'ladimi? Xullas mana shunaqa yo'llarni qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Atmen qilib borasizlar. Договор qilib, zato o'sha komissiyani puli cho'ntagingizga qoladi. Mana shunaqa gaplar. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Yetgancha mana reytingim aktiv